magazinga kiryapsiz, o'sha chips krishki shunaqalarga och, yo'q bolam, bularni olib berishni xohlayman, zarar bo'lmaganda ishon, bir paket olib bergan bo'lardim. Lekin zarar, seni tishlaring hali senga butun umr kerak. Bu seni taning. Uni himoya qilishimiz, birga himoya qilishimiz kerak. Nafsimiz bilan kurashib, keyin o'rniga banan olaylik, keyin o'rniga mandarin olaylik, keyin o'rniga olma olaylik, keyin o'rniga tuxum olaylik, chaqib bir narsa pishiramiz. Nimadir yaxshi ko'rgan foydali narsasini ushlab oling mahkam. Mana shu narsani olamiz o'rniga. Sharo bering hech bo'lmaganda. Aytmoqchi bo'lganim, imkoniyat qidiring. Ya'ni yo'q, menda iloji yo'q deyapmiz. Hamma narsa bizni eng avvalida ma'naviy ong ostimiz va unga berayotgan signallarimiz bilan. Men kurashganim bilan buvalarim berib qo'yadi. Ishoning, berib qo'yadi. Siz kurashganingiz bilan berib qo'ying. Menikilar ham berishgan. Sekin-asta men e'tiborimni ularni berib qo'yishiga emas, men bolamni jalb qilishim. To'g'ri, chaqirib, voy, mana videoni qarang-da, Firdavs, keling-da, mana bo'rini qarang-da, shorts videolarga chaqirishardi. Keyin u bittani ko'rib olgandan keyin, men o'sha yerdaman, muhitdaman. Nimadir uni eng sevimli mashg'uloti bilan men tortib olardim mana. Firdavs, yuring-da ko'chada, ana haligi yaxshi ko'rgan mashinangiz o'tyapti-kan dedim, lekin yolg'on gapirmasdim. Chiqardik, anu mashinamida yaxshi ko'rganingiz, aynan o'sha mashina bo'lmasa boshqa birorta mashina, anumida yaxshi ko'rganingiz, bo'lmasmidi, adashibman deb turib endi chalg'itib va bolamni sifatli band qilib, ya'ni qo'lida biron bir o'yinchog'inimi, nimanidir mayda bir o'ynab o'tiradigan o'yinchoq, masalan teshikchalardan ip o'tkazishmi, biron bir dona kitobchasimi, yaxshi ko'rgan o'yinchoqchasimi, o'sha bilan o'ynatib olib o'tirardim. Eng foydalisi, ko'proq, mana yoz keldi, bahona ham yo'qda, ko'proq yoningizda olib yuring bolangizni. Kirib ketishiga imkon bermang. So'kib, tanqid qilib, bir burchaga o'tirgizib qo'yib, moningni o'ynab o'tir, moningni qilib o'tir desangiz yo'q. Birga qiladigan ishlarni to'ldirib qatorlatib tashlang. Birga kir yuvardik. Qo'yib berardim tog'orachaga, sovuncha berib qo'yib. Ular o'ynab o'tirishardi, men kirim yuvarardim. Oxirida ularnikini ham chayqab ilib qo'yib. Ularga asosan toza narsa berardim. Toza ro'molchani, toza maykachasini berib qo'yardim. Ular o'ynab o'tirardi. Yozligi uchun berib qo'yardim. Boshqa payt kiraylik, ular bitta olib berib turishardi, men yayib turardim yoki bo'lmasam ular qila olmaydigan ish bo'lsa, uyimizda tovuqlar bor edi. Voy, men tovuqdan qo'rqaman, meni himoya qilib turing deb rolga kirardim. Ular tovuqni haydab turishardi. Hechcha menga qarab qo'ysa, unisi menga qarayapti dedim. Bolam kirib ketib olmoqchi bo'lardi-da. Shunaqa qilib chalg'itardim. Men biror marta voy telefon qo'yib bermanglar degan ona bo'la olmadim. Chunki yillar davomida bosib kelingan shaxs bo'lganman, ya'ni aytolmayman. Qo'yib bermang, zarar deyolmayman. Oilaviy muhitimni yaxshi bilaman, bu gap aytsam nima bo'lishini ham bilaman. Shuning uchun shunga yarasha harakat qila olaman. Ya'ni imkoniyatim qay darajada bo'lsa, mana shu darajada harakatlanaman. Ovqatlantiryapmanmi? Ovqatiga qiziqtiraman. Mana u go'shtni-chi deyman, masalan, televizor qo'yilib turibdi, bolam televizorga qarayapti. Endi men ovqatlantirishman. Ularni ham g'ashiga tegadi. Masalan, maza qilib ko'rishadi, keyin o'chirishadi. Mana u go'shtni-chi, qassoblar-chi, ana mu degan sigirni olib kelib turib, o'sha sigirdan olishgan ekan-da. Alloh u sigirni biz uchun bergan ekan va shunaqa go'shtlarini yeb, baquvvat bo'lar deb biz uchun yaratgan ekan. Shunaqa ham mehribon Alloh bor ekan. Mana u kartoshkani to'g'rayman deyotganimda, qo'limchi, bolalar shunaqa vahimali bir emotsiyani yaxshi ko'rishdi. Qo'limga shundoq ketib qoldi dedi, bitta qo'limda oldim deb haligi joyda bolani ekrandan o'zimga qaratib olishga harakat qilardim. Birga ovqatlanib o'tiribman, shunaqa qilib. Masalan, televizorga emas, ovqatingizga qarang. Yo'q, bu xato usul. Yana kartoshka suzib ketyaptimi, qarang. E'tiborni ya'ni pozitiv olib o'tish kerak e'tiborni. Salbiy holatda emas. Eng yaxshi usul o'sha xonada, televizor bor xonada kamroq bo'lsin va dushman emas, do'st pozitsiyasini yarating va endi sekin 3-bosqich boshlanadi. Siz o'sha yaqinlaringizga, buvi bobolariga rahmdil inson pozitsiyasi. Ya'ni buvingiz bilan opa-qizga shunaqa rahmim kelyapti. Mana shu telefon shunaqa yomon, ishonasizmi? O'ziga o'rgatib qo'yadi-da. Bitta ko'rganingizdan keyin yana aytcha ko'ray, qiziq narsalar ko'rsataveradi, lekin ular hech nima o'rganmaydi. Boshqalarni kulgili yiqilib tushgani, ustunloy bo'lib ketgani, qanaqadir hayvonlar, shunaqalar chiqadi xolos. Lekin ular qiziq bo'lgani uchun bitta ko'ray, ikkita ko'ray deb soatlab ko'rib qo'yadi.
ko'zlari sekin sekin zaiflashish boshlayapti. Bizga hali buvingiz opoqingiz ancha kerak. Qanday himoya qilsak ekan? Men ko'rmen desam tushunishmasa, olib qo'yay desam kuchim yetmasa, olib qo'yadigan bir polvon yoki qiz bola bo'lsa himoyachi, mehribonlari bormikan desa. Hozir Mehrizoxon hozir men telefondagi hozir Moskvadamiz, O'zbekistondaligimizda qizim kirdi, televizor o'chiringlar. Telefonni olib qo'yinglar. Ba'zan boshida jahllari chiqdi. Qoching anaqa deb boshqa xonaga kirib ketib ko'rishdi. Ha, qizim telefonga qiziqib ketib qolganda, keyingi safar urinib ko'rasiz deb motivatsiya beraverdim. Sekin asta nevaralar sizni ko'zingiz o'ziga kerak-ku degan gaplarni aytganda ular ham mazza qilishni boshlashdi-da. Keyin ataylab o'ynashib ham shunaqa qilishadigan bo'ldi. Men sizni himoya qilyapman, opaqa, unaqa deb gapirib. Hozir mana telefonda ham so'radi. Buva, men yo'g'imda telefon ko'rib qo'ymayapsizmi? Ko'zingizda ehtiyot qiling degan gaplaridan ular ham mazza qiladigan bir holatga keldi. Bu mana qizim 4,5 yosh bo'layotgan bo'lsa, o'sha 1 yosh atrofida, 2 yosh atrofida uyimizda muhit o'shanaqa edi. Yaqin orada ham men 3 marta olib chiqqanman bolamni ekrandan. O'sha 1 yoshligida, keyin 2 yoshligida Moskvaga borganimizda, O'zbekistonga borganimizda 1,5-2 yosh atrofida o'sha Firdavs, 2 yosh atrofida Firdavs tug'ilgan, 1 oylikmi chaqalog'ida shunda ketganmiz. Keyin yana borganimizda, har borganimizda qaramlik bir avj oladi va ana shu usullarim bilan olib chiqib olaman. O'z-o'zidan ular band bo'lgan bola, ishoning, telefon so'ramaydi. Endi mana shuncha gaplarimdan keyin hozir savollar uchun bitta post yozib qo'yaman.